Rossiyada Yandex dastavkani sindirgan dastavka to'g'risida bu videoda qarang. Ko'rib turganlaringizda mana qarang. 250 rubl. 250 rubl. Dahshat, просто dahshat. Videorolik taqdim etaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, iltimos. Hozirgi vaqtda dastavka turlari juda ko'payib ketgan. Rossiya davlati ishlatganlar buni juda yaxshi biladi. Hozir Yandex dastavkani 3 xil 4 xili bor. Hozirgi vaqtda Yandex dastavka zo'ri, to'g'risi tan olaman. O'zim Yandexda ishlamaganman. Mana bu samokat dastavkada ishlayman. Samokatda arzimagan pul to'laydi, tera to'lamaydi. Ya'ni samokat dastavkada har bir zakazga 50 rubl to'laydi. Soatiga 100 rubl. Hozir yozda 100 rubl bo'ladi, qishda 150 rubl to'laydi soatiga. Zakaz ko'p. Просто samokatda plyus u joy tera to'lamaydi. 900 metr diagonal uzog'i, 1 kilometr diagonalgacha zakaz yetkazib beriladi. Undan nariga qo'shilmay 3-4 kilometr o'tmaydi. Yandex zo'r, просто adashmasam, diagonal kattaroq bo'ladi, 5 kilometrgacha ham shunaqa yoki shunday qo'shilib ketaveradi bu joygacha. Hozirgi vaqtda danli moment. To'g'ri, hozir ko'p joylarda otishma bo'lyapti, bisikletlarni portlatilayotgan bo'lishi mumkin. Hozir Valvers dastavka chiqqan. Vashim dahshat. Men kechagina оформить qildim. Grajdanin O'zbekiston olmaydi. Через tanish bilish qilib uni to'g'irlabdi. Hali ish boshlaganim yo'q. Zakazlarni ko'ryapman. Dahshat, просто bomba. Xuddi Yandexda ko'rsatib turar ekan, bu ham o'zingiz territoriyangiz любой joyda, любой vaqtda ishlab chiqaverasiz, grafik qo'yilmaydi. Shuni zo'r ekan. Просто men turgan hududda zakaz kam ekan. Город Moskvalar vashim bomba yonyapti. Mana qaranglar. Ketdi mana. Mana Valverslar mana shu. Yonyapti город Moskvalar mana qaranglar. Har bir zakaz ko'rsatar ekan, qancha rubldan mana. Bu yerda 121 rubl. Keyingisini ko'ramiz. Bu yerda 93 rubl. Просто o'sha Yandex Valvers punktga kelgan zakazlar klientlarga olib borib beriladi. Shum dahshat ekan, menga yoqdi. Hali ish boshlaganimda, xudo xolasa o'zim territoriyamga menga yaqin joyga chiqib qolsa, albatta zakaz qilish jarayonini ko'rsatib boraman. Mana bu yerda 150 rubl zakaz. Ertalab o'zim hududimga chiqqanda bir 5-6 zakaz, bitta zakaz chiqqanda men hayron qoldim. 1200 qancha rubl. Просто men uspet qilmadim. Bu darrov zakaz olaverar ekan. Bundan ko'rerlar ko'payib ketyapti уже. Qiyin, Grajdanin O'zbekiston olmaydi. Uni tanish bilish qilib, o'rtada mana bu yerda qarang. Ko'rib turganlaringizda mana qarang. 250 rubl. 250 rubl. Dahshat, просто dahshat. Bonusda skors 30 rubl. U yoqqa tezroq yetkazib bersangiz 280 rubl. Dahshat, lekin bu ketishda Yandexda vashim portlatadi. Bularni ololmayman, chunki juda uzoq menga. Город Moskvada bular. O'shaning uchun hozircha paka samokatda yozda shunaqa bo'ladi edi, hamma joyda shunaqa-yu. Samokatda zakaz kam, ish soati ham kam, o'shani hisobiga hozirgi vaqtda 5-6 soat, uzoq bilan 10 soat qo'yadi. Agar zakaz ko'p kunlar bo'lib qolsa, o'shani hisobiga Valvers ochtirdim. Xudo xohlasa Valversda ham ishlaymiz. Menga Valvers qandaydir yoqyapti, chunki ko'ryapsiz, summalar normal. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Bir Valvers dastavkani ko'rish kerak. Buning uchun оформить bo'lish kerak. Agarda kimdan-kim xohlasa Valversda kurer bo'lib ishlashni, aniqroq chiqishlaring mumkin. Mana shu video ostiga kommentariy yozib ketsalaring, telefon nomerlaringni yoki shu komment yozsalaring, iloji boricha bog'lashga harakat qilaman, update qilaman. Agar video rolik yoqqan bo'lsa, albatta like bosing.